Va nihoyat birinchi backend API'imni uladim. Shu paytgacha men oldin ham aytgandim, backendga yaxshi tushunmayman, men backendda oldin ishlab ko'rmaganman yo boshqa qilib ko'rmagan, tajribam yo'q degandim. Endi anchadan beri o'rganyapman va necha kun bo'ldi, necha hafta bo'lib ketdi. Ana shuni endi mana loyihamga o'rnatdim. Mana loyiha emulyatorda ishlayapti hozir, Android emulyatorda. Mana birinchi email ulash, authentication. Ro'yxatda uchta uladim hozircha. Birinchi API bitta bo'lsa ham API, bu da Firebase serverda men bitta bo'lsa ham akkaunt ro'yxatdan o'tkazilgan. Xullas, loyihamni qo'llab-quvvatlashingizni so'ragan bo'lardim. Qo'llab-quvvatlash bunaqa qiyin emas, chunki profilimga obuna bo'lib qo'ying, shu videoga like bosib qo'ysangiz yetadi. Kelgusida xudo xolasa boshqa API'larni ham ulab chiqaman loyihamda. Butkul backendini to'liq qilishga harakat qilaman. Bu menimcha qolganlari osonroq bo'lsa kerak, chunki birinchisi doim qiyin bo'lgan, hamma narsada ham birinchi qilish ko'p vaqt olgan, ko'p xatoliklar boshqa bo'ladi. Qolgan API'larga balki kamroq vaqt sarflarman.